Bugun sizlar bilan har birimizning hayotida bo'ladigan, bir kun u yerga borishimiz aniq bo'lgan, hozir yashab turgan uyimizni tark qilib, haqiqiy uyimiz bo'lgan qabrimiz haqida va u uyimizga borganimizda ilk kechamiz qanday bo'lishi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'la turib u yerdan har doim panoh so'raganligi, Allohning arshini titratgan insonni qabr nima ahvolga solganligi, u holatni ko'rgan payg'ambarimiz qo'rqib ketganligi, biz uchun oddiy holat bo'lib qolganligi va u oddiy narsa uchun ikki inson qabr azobi chekayotganligi haqida qisqacha gaplashamiz. Avvalambor har bir insonning joni qay holatda olinishi va Allohga iymon keltirgan insonni yoki Allohga iymon keltirmagan insonni joni qay holatda olinadi, shu haqida gaplashsak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keltirilgan hadisda mu'min insonni jon berish vaqti kelganda osmondan ikki farishta qo'llarida jannatdan keltirilgan liboslar va xushbo'y atirlar bo'ladi. U farishtalardan biri joni chiqayotgan mu'min insonning bosh tomoniga kelib, ey mutmain bo'lgan nafs, Robbingning mag'firati va Robbingning rizosiga to'g'ri chiq deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, u vaqtda u bandani joni xuddi idishdan to'kilgan suv tomchisiday osonlik bilan chiqib ketadi. So'ngra o'lim farishtasi u insonning ruhini olib osmonga chiqarib ketadi va u insondan dunyodagi eng xushbo'y hid taralib turadi. Va har bir dunyo osmoniga yetganida farishtalar so'raydi, bu kim deb. Va dunyodagi eng go'zal ismlar bilan xitob qilinadi. Shu tariqa birinchi osmon eshigi, ikkinchi osmon eshigi, to 7-chi osmon eshigigacha olib borishadi. Va Allohning huzurigacha bu insonning ruhi yuksaladi. Va Alloh azza va jalla deydiki, mening bu qulimning ismini illiyinga yozinglar va uni yerga qaytaringlar va qabrini keng qiling, jannatdan bir teshik oching, qiyomatgacha u yerda jannatni tomosha qilib yotsin deyiladi. Va u insonning ruhini qabrga qo'yishadi. Shunda ikki dona farishta keladi va unga savol bera boshlaydi. Sening Robbing kim? U Alloh deydi. Sening dining nima? Islom deydi. Sizlarga buni yetkazgan inson haqida nima deysan deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'rashadi. U esa Allohning rasuli, elchisi Muhammad sollallohu alayhi va sallam deb javob beradi. So'ngra sen bularni qayerdan bilasan? Bunga daliling nima deydi? E'tibor bering, shunchaki to'g'ri javob bersa ham tinch qo'yishmayapti. Haqiqatni, bu narsalarni qayerdan o'rganganligini so'rashmoqda. Va u inson esa men Allohning kitobini o'qidim. Uni ichidagilarga iymon keltirdim va ularni tasdiqladim va amal qildim deydi. Shunda samodan bir ovoz keladi. Mening qulim to'g'ri gapirdi. Unga jannatdan to'shaklar to'shang. Jannat kiyimlari kiydiring. Jannatdan bir eshik oching va u yerga jannatni hidlari kelib tursin. Qabri esa uni ko'zi yetadigan joygacha kengaytirilsin deyiladi. Va yuzlaridan nur taralib turgan oq libos kiygan bir inson keladi. Yoniga kelib va unga seni xursand qiladigan xush xabar bilan seni tabriklayman. Allohdan bir rozilik va bir jannatni xush xabarini keltirdim deydi. Bu senga va'da qilingan kundir. Shunda qabrdagi odam bunchalar go'zal va xayrli so'zlarni aytmoqdasan. Sen kimsan deydi. U esa men sening qilgan solih amallaringman deb javob beradi. Bu manzarani ko'rgan odam deydiki, ey Allohim, qiyomatni tezroq keltir. Bu yerdagi ne'matlar shu bo'lsa, jannatda qanday ne'matlar bo'lar ekan deb duo qiladi. So'ngra kofir yoki fojir, ya'ni Allohga iymon keltirmagan bandani holati.
Unga o'lim vaqti kelganda osmondan yuzlari qop-qora, qo'llarida jahannamdan keltirilgan kiyimlar, u yerdagi badbo'y hidlar bilan uning ko'zi ko'radigan uzoqlikka kelib o'tiradi va o'lim farishtasi yoniga kelib, Allohning g'azabi va Allohning azobiga chiq, ey habis nafs deydi. Shunda u insonning ruhi xuddi tikanni jundan yulgan kabi yulib olinadi. Ya'ni uning ruhi juda qiyinchilik bilan, azob bilan olinadi va uning ruhini osmonga chiqarishadi va undan dunyodagi eng badbo'y hid tarqaladi. Birinchi dunyo osmoniga kelib, eshiklarni ochilishini so'raydilar. Eshiklar esa ochilmaydi. Ular so'raydi: "Bu kim?" Dunyodagi eng yomon ismlar bilan aytishadi. Shunda Alloh deydiki: "Uning ismini Sijjinga yozing, ya'ni jahannamliklarning ismi yozilgan kitob, va uni yer yuziga qaytaring" deyiladi. Yuqorida aytilgan mu'min inson kabi yerga olib kelib qo'yilmaydi, balki yer yuziga, ya'ni qabriga uloqtirishadi. Xuddi mu'minga kelgani kabi unga ham ikki farishta keladi. Undan ham so'raydi: "Robbing kim?" U esa "Bilmayman" deydi. Shu tariqa hamma savolga "bilmayman" deb javob beradi va osmondan bir ovoz keladi: "Uning to'shagini jahannamdan qiling. Ustiga jahannam kiyimlarini kiyg'izing va jahannamdan bir eshik oching. U yerdan unga jahannamning shamoli va badbo'y hidlari kelib tursin. Qabrini esa shunchalar toraytiringki, qabirg'alari bir-birlariga kirib ketsin" deyiladi. Va uning oldiga yuzlari qop-qora, kiyimlari badbo'y bo'lgan bir odam keladi va unga Allohning la'natini va uning g'azabini va unga yoqmaydigan xabarlar bilan keladi. Shunda qabrdagi so'raydi: "Sen kimsan? Bunchalar yomon so'z aytayapsan." Shunda u: "Men seni dunyodagi qilgan yomon amallaringman" deydi. Shunda ko'zlari ko'r, quloqlari eshitmaydigan bir inson keladi va uning qo'lida bir gurzusi bo'ladi. Va uni bir toqqa ursa, tog'ni yer bilan bir qiladi. Xuddi shu gurzu ila qabrdagi insonni uradi va u 7 qavat yerga kirib ketadi. Alloh uning jasadini yana qayta o'z holiga keltiradi va u holat yana davom etadi. Shu yasinda qiyomatgacha shu holatda bo'ladi. U insonning baqirishini va azoblarini insonlar va jinlardan boshqa hamma mavjudotlar eshitadi, deyiladi. Endi esa Allohning arshini titratgan sahobani qabr qay holatga keltirgani haqida gaplashamiz. Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda keltirilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deydi: Sa'd vafot qilganida arsh titradi, osmon eshiklari ochildi va 70 ming farishta uning janozasiga tushdi. Sa'd ibn Muozni qabrga qo'yganlaridan so'ng Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yuzlari bir o'zgaradilar. Sahobalar so'rashadi: "Nima bo'ldi ya Rasululloh?" deb. Shunda Payg'ambarimiz qabrning bir siqib qo'yib yuborishi bordir. Agar undan omon qolish imkoni bo'lganda Sa'd omon qolardi deganlar. Allohning arshini titratgan sahobani qabr bir siqib qo'yayotgan ekan, bizlar kim bo'libmiz? Endi tasavvur qilib ko'ring. Vafot etdingiz, qabrga qo'yildingiz. Sizni qabrga qo'yib ketishmoqda. Qaytib ketayotgan insonlarning oyoq tovushlarini eshitmoqdasiz. Xo'sh, yoningizda kim qoldi? Sizni qanchalar tez unutishlarini bilasizmi? Mahallangizdagi insonlar bir haftadan so'ng unutishadi, balki undan ham tezroq. Qarindoshlaringiz 1 oy, farzandlaringiz 1 yil. Xo'sh, farzandlaringizdan so'ngrachi? Qabristonga kelganda sizni eslashadi. O'lganingizdan so'ng sizning uyingizga boshqalar o'tirishadi. To'plagan moli dunyoyingiz boshqalarga qoladi. Egallab turgan mansabingiz boshqasining qo'liga o'tadi. Xo'sh, qabrda kim siz bilan qolar ekan?
Allohga bo'lgan iymoningiz va solih amallaringizgina qoladi. Endi insonlar nima deydi deb emas, Alloh nima deydi deb yashashga harakat qiling. So'zim yakunini esa Usmon radhiyallohu anhu so'zlari bilan yakunlayman. Undan so'rashgan: jannat haqida, jahannam haqida gapirganda yig'lamaysiz-u, lekin qabr haqida gapirganda nega bunchalar yig'laysiz deb. Shunda u zot: jannatda va jahannamda yonimda insonlar bo'ladi, qabrda esa yolg'iz bo'laman deb javob berganlar. Hayotimizni dunyodagi uyimizni qurish bilan emas, balkim yolg'iz qoladigan haqiqiy uyimizni qurishga sarflaylik.